Ushbu manzarani tasavvur qiling. Siz odamlar orasidasiz. Yuzingiz nurli, so'zlaringiz o'timli. Odamlar esa sizni yaxshi ko'rishadi, sizga ishonishadi va ehtimol sizdan duo va nasihat so'rashadi. Sizni mahkam turgan tog'dek ko'rishadi. So'ngra kun tugaydi, xonangizga qaytasiz, eshikni yopasiz va tun o'z pardasini yoyadi. Shu yerda niqoblar olinadi. To'satdan sizni Allohdan boshqa hech kim tanimaydigan boshqa bir shaxsga aylanasiz. Telefoningizni olasiz yoki ekran qarshisiga o'tirasiz va Allohga gunohlar bilan qarshi chiqishni boshlaysiz. O'sha harom qilingan niyohlar, o'sha maxfiy aloqalar, kichik bir bola ko'rib qolishidan uyaladigan, lekin butun olamlar Robbisi Alloh ko'rib turishidan uyalmaydigan odatlar. Mana shular xilvat gunohlaridir. Bu iymonimiz suyaklarini sukunatda kemiruvchi va bizni ichimizdan bo'shliqqa aylantiruvchi og'ir kasallikdir. Do'stim, xilvat gunohlaridagi muammo faqat gunohning kattaligida emas, balki Allohga nisbatan jur'atdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga tog'larni larzaga keltiruvchi bir hadisni aytganlar. Ummatimdan shunday qavmlar borki, qiyomat kuni Tihoma tog'laridek ulkan oq hasanatlar, savoblar bilan kelishadi. Lekin Alloh azza va jalla u savoblarni sochilgan chang kabi qilib yuboradi. Sahobalar hayron bo'lib so'rashdi: "Ya Rasululloh, ularni bizga ta'riflab bering." Aytdilar: "Ular sizlarning birodarlaringiz, sizlar bilan bir millatdandir. Tunlari siz kabi namoz o'qiydilar, lekin ular shunday qavmki, agar Alloh harom qilgan narsalar bilan xoli qilsalar, ularni buzadilar, gunoh qiladilar." Hasratni tasavvur qiling. Tog'dek savoblar bir lahzada yo'q bo'ladi, chunki botiningiz buzuq edi. Xilvat gunohlari bu ochiq savoblarni yutib yuboruvchi qora tuynukdir. Bu sizning to'g'ri yo'ldan toyishingiz, qalbingiz qattiqlashishi, rizq va barakadan mahrum bo'lishingiz, doimiy nafoq va o'zingiz bilan o'zingiz o'rtangizdagi vahshatning maxfiy sababidir. Lekin men bugun sizni qo'rqitib tashlab ketish uchun kelmadim. Alloh saqlasin. Men sizga eshik hali ham ochiq ekanini aytish uchun keldim. Siz munofiq emassiz, balki sinovga uchragan va kuchsiz bir bandasiz. Shayton siz yolg'iz qolganingizda sizni egallab oladi. Podadan faqat chetda qolganini yeydi.